ichki yov degan so'z ozgina xunukroq eshitiladi. Voy, baxtli bo'lsin. Ichki o'qiganimizcha yaxshi ish bo'ldi-da. Lekin zo'r tomoni boshqalar uylanish, uy-joy qilish va mashina olishga yillab zo'rg'a yetishsa, sen shunchaki uylanib hammasiga bir kunda erishasan. Qolganlar qaynona-qaynatasini oyda bir ko'rsa, sen kuniga kamida 10 marta ko'rasan. Chiqdingizmi kuyov? O'zingizda o'tirgandek o'tirar ekansiz, ha? Uzr Farhod aka. Ha? Dadajon demoqchi edim. Nafaqat ko'rasan, bir umr birga yashaysan. Voy, kuyov, toza uyquchi ekansiz-da. Sizni ko'rib qornilarimiz ochib ketdi. Keling, o'tiring, men yerga tez-tez choy ichamiz. Xo'p. Plyus tomonlardan biri esa xotiningni uyga borib kelay degan gaplarni hech qachon eshitmaysan. Biroz g'alatroq bo'lsa ham, bu gaplarni o'zing aytasan. Anu, men uyga borib kelay, oyim sog'inibdilar. Voy, kuyov, bir hafta oldin borgandingiz-ku, yana borasizmi? Ha, mayli, borib kelaversin. Mayli, faqat tezroq borib keling. Xotining bilan o'ylab muomala qilishga majbursan. Xo'p, menga qara. Dazmol qatta demoqchi edim. Uyimdaman deb ko'p o'zingdan ketmagin, tushundingmi? Men sen dodingni berib qo'yaman, va shu o'zingdan ketma. Erkak kishini baqirib urishgan ovoz eshitilyaptimi? Sizmi siz kuyov? Yo'q, ashulay ketdim. Hali rosa beraman dodingni. Mazza qilib urisha olmaysan. Mabodo urishib qolsang ham, Hey, yoqmasa shu katta ko'chaxonmi? Bor yo'qol ketaver. Degan gaplarni aytging kelsa ham ayta olmaysan. eng yomoni o'rtoqlaringning oldida xijolat bo'lib, shu tema ochilmasa edi deb turasan. O'rtoq menga qara. Turmushga chiqqaniga, uylanganiga qancha bo'ldi? Ketdim. Jonga tegdi. Ichki yo'l bo'lishdan charchadim. Sardor aka, to'xting. Ha, kuyovni haqqimi? Qayting bu fikringizdan. Jon kuyov, ketmang kuyov, bizga siqilish mumkin emas. Kecha doktorga borgandik, doktorlar sanoqli umrlar qoldi dedi. Dadasi aytdi, kuyovimiz ketib qolmasin. Sanoqli umr? Babam, men sizlarga prank qildim. Ishondinglarmi? Hazilni ham tushunmaysizlar. Ketdi ichkariga. Mana yangi yil deb uchalaring ham ko'zingiz sijigini oqizdirib o'ldilar. Endi mazza qilib aylanlaring molga o'xshab tarqab ketmalaring. Voy, lekin yaxshi joy ekan. Eshakka o'xshaganlar. Tur o'rningdan, tur o'rningdan. Qo'ltig'iga yiqitibsan. Bola bo'lmay o'lgur. Yur. Ko'tarin! Endi ko'tarilmayapti. Ko'tarin! Ko'tarin! Rosa chiroyli bezatishibdi o'zi ham. Qaranglar bolalar, mo'matda kachelylar bor ekan. Voy, oyi, makkachi xo'r olib bering. Voy, sakrama, o'zi pulim qolmagan, oxirgisi yo'lkiramga qoldi bolam. O'zim kelyapti, olib bering. Menga qara, hammani o'tashamanda. Qilma bolam, hamma bizga qarayapti. Yur. Olib berasan. Voy, qurib ketkiray bola bo'lmay o'lgur. Qani yur dedim. Yur dedim. Sharmanda, hay nima qilyapsan? O'zi meni sanab kelib ketarsan. Voy, archani zo'rlik. Ana uni olaman, she'r aytaman. Archa, jonacha, yaproqlaring ninacha. Voy, yoqa yur itvachcha. Qo'lingni ber. Endi men bilan yurib birga aylanasanlar. Yana bir qadam mendan uzoq yuradigan bo'lsalaring, urib oyog'ingni sindiraman hammangni. Xola, qo'limni qo'yib yuborasizmi? Voy, mana bolam qani? Tez-tez yurlaring, uyga ketamiz. Oyi, nega dadam biz bilan aylangan chiqmadilar? Dadalaring To'g'ri. endi bir hafta alkash o'rtoqlar bilan aroq ichib, bir haftadan keyin uyga keladi. Qani yurlaring. Voy, qurib ketkurlar. Qayerga yo'q bo'ldi ekan bular? Dadasi bilsa o'ldiradi endi. Voy, qurib ketkurlar. Bu yoqda amitlaring masalar qidirib yuribman. Ketdik, uyga ketamiz. Keling, qayerga ketasiz? Bolalar 5 million pul yutqizib qo'ydi. Kim to'laydi uni? 5 million? Mana xudoga shukr, egizaklarimni ham uylantirib oldim. Ha, bolalaringdan qutuldim. Endi sendan qutulsam bo'ldi. Nima? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelinglar qizlarim, o'tiringlar. Qaysi bir edi? Bilmadim. Yo'q, ana Jim o'tiring. Nima uyg'otmadingiz? O'zi soqlamen. Kelinglar, adashib o'tirib oldinglar. Voy, uzr. Yo'q. To'xtang, xayrlashmasdan ketaverasizmi? hamma bilan xayrlashdimi? Men bilan unaqa quruq xayrlashishingiz kerak emas. Xo'p, yaxshi qoling. Kenayi. Voy, uli. Voy, eringizni niye ajrata olmaysiz olsin? Soddasizda, yaxshilab e'tibor berib qarasangiz bilasiz. To'g'rimi adasi? Eringiz uyda edi, kelin. Uf, jonimizga tegib ketdi. Ikkalanglarni ajrata olmay qiynalib ketdik. Hech bo'lmasa xolinglar ham yo'q.
Holimiz bor. Faqat ko'rinmaydi-da. Oyijon, o'g'illaringizni qanaqa qilib ajratasiz? Bizga ham yordam bering, qiynalib ketdik. Voy qiyin emas-ku, umuman bir-biriga o'xshamaydi. Mana bu Hasan. Bunisi Husan. Haqiqatan umuman o'xshamaydi. Yuring Ovsinjon, ketdik. Qayerga ketdilar? Qaynijon sizmi? Mashakingiz shunaqa jonimga tegib ketdi. Sizga o'xshab shu emas, bir sodek lattaga o'xshaydi. Bir gapirib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Ichingizda shuncha gapingiz yig'ilib qolgan ekan-da. Xotinjon.